Eng ko'p keladigan savol, tadbirkorlikni boshlash uchun qancha pul kerak? Shaxsiy fikrim, biznes boshlash uchun avval katta pul emas, katta tajriba kerak. Bizga 20 yil bo'lib qoldi, Xudo xolasa, o'zimni tajribamdan kelib chiqib ketmoqchiman. Bir ishni boshlashmoqchi bo'lsa, avval o'sha ishni yaxshilab o'rganish kerak, bozorni o'rganish kerak, o'zini ustida ishlash kerak. Meni orttirgan tajribalarim, qiziqishlarim Xitoyni ko'p kuzatganman. Ishini, mehnatini, ularni ishlash tizimlarini o'rganishga harakat qilganman. 3 kun tovarda aylansam, bir 4 kun, 5 kun ular bilan sexini ko'rsat, fabrikani ko'rsat, mahsuloting chiqadigan joyini ko'rsat, ishchi ishlaydi. Bitta rashmasini oyog'ini qancha tikasan, qiziqardim, kuzatardim. Keyin sekin o'rganib, voy, bularda to'g'ri ularda qimmat hisoblanar. O'zimizda tiktirsam bo'lmaydimi shu narsani? O'zimni qizlarimni ishlatsam bo'lmaydimi? O'zim jamoani kengaytirsam bo'lmaydi degan fikrlar kelaveradi. Mana qancha tajriba orttirsangiz, shuncha fikringiz o'sadi. To'g'ri, bu Xitoy hali bizdan ancha oldinda. Texnikalari bo'yicha, mana mashinalari bo'yicha professional tikish uchun apparatlar bor. Shuni aytmoqchiman. 15 yil, 16 yil oldin do'konlarga kirib, men bu modelni necha kunda tayyorlab berasan deb aytganimizda, uzog'iga bir oy tez juda zarur qilib beradigan bo'lsam, 20 kun, 25 kunlarda qilib beraman derdi. Hayron bo'lardim. Hozirgi savdomizda analiz qilib o'tirgan paytimizda, mana bugun savdo yo'q, ertaga yaxshi bo'larmikan yoki bugun yaxshi bo'ldi, ertaga ham bo'larmikan, voy mертвый sezon keldimi, qachon savdo yurishib ketarkan deb o'tirganimizda, ular bir oylik savdoni yozishyapti o'sha. Bir oydan keyin tikib beraman deyapti-da. Shunga qiziqardim, havasim kelardi, haqiqatan. Endi havas qilish millat tanlamaydi-ku, ishlariga, mehnatiga havasim kelardi. Maslahatim, o'zimning shaxsiy fikrim, avval bozorni o'rganishsin, avval o'sha qiziqishini orttirishsin. Orzularingiz, qiziqishingiz, havasingiz kuchli bo'lsa, siz harakatga yetaydi. Harakatingiz, Xudo xolasa, samarasini beradi. Rahmat hayot